Xo'p, bugun sizlar bilan oxirgi kelgan New Style dizayndagi hamyonlarimizni ko'rib chiqamiz. Buning xususiyatlari qanaqa? Bu pure laser materialdan qilingan bo'lib, juda chidamli va 3 yil davomida sizlarga xizmat qiladi. Xo'p, bu pul qanaqa kirib chiqish ishlaydi? Ko'pchilik buni internetda ko'rib, videolarimizdan ko'rib, bu montaj, bu qanaqa kirib chiqadi, shuni tushunishmagan. Bu qanaqa? Bu prosta rezinka almashinuvi. Pulni bu yoqdan tiqasizlar, qo'yasizlar, yopasizlar, bu yoq tarafidan ochasizlar. Rezinkalar juda ham mahkam, unaqa cho'zilib yoki uzilib ketmaydi. Bu hamyonimizga bemalol 3 ta plastik karta sig'diradi. Ochganda ham, boshqaganda ham hammasi pul mahkam turadi. Ko'rishingiz mumkin, pul hech qanaqa tushib qolmaydi, boshqa qilmaydi, faqatgina o'zingizlar olib bemalol qo'yib ishlaturasizlar. Bu nimaga yaxshi? Masalan, shoshayotgan bo'lsanglar ham bemalol pulni qo'yib, shuni tiqib ishlatib ketaverasizlar.